Inson qadri va uning daxlsiz huquqlari har qanday jamiyatning eng oliy qadriyati hisoblanadi. Aynan shu ulug'vor g'oyani amalda ta'minlash maqsadida joriy yilning 16-17 aprel kunlari Buxoro viloyatida katta ahamiyatga ega bo'lgan o'quv kursi tashkil etildi. Ushbu tadbir qiynoqqa solishga qarshi kurashish hamda xalqaro amaliyot va milliy tajribani o'rganish mavzusiga bag'ishlandi. Dastur doirasida ichki ishlar organlarining profilaktika, tergov va tezkor xizmat xodimlari, shuningdek sudyalar va prokuratura vakillari inson huquqlarini ta'minlashning eng muhim jihatlari bo'yicha o'z bilim va ko'nikmalarini oshirdilar. Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining har bir harakati inson taqdiriga bevosita ta'sir ko'rsatishi inobatga olinib, tadbirda adolat va qonuniylik prinsiplariga qat'iy rioya etishning hayotiy zarurati chuqur tahlil qilindi. Respublika darajasidagi tajribali olimlar, huquqshunos, professorlar va xalqaro maslahatchilar ishtirokida inson huquqlari sohasidagi xalqaro standartlar hamda qiynoqqa qarshi konvensiyaning tub mohiyati keng yoritib berildi. Shuningdek, qiynoqqa solish bilan bog'liq qilmishlarning oldini olishga qaratilgan milliy qonunchilik taraqqiyoti haqida ta'sirchan ma'ruzalar tinglandi. Ayniqsa voyaga yetmaganlar va ayollarga nisbatan muomalada xalqaro va milliy standartlarning qat'iy ta'minlanishi haqidagi fikrlar yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. O'quv yig'ini yakunida mutaxassislarning o'zlashtirish darajasini baholash uchun maxsus test sinovlari o'tkazildi va barcha talablarni muvaffaqiyatli bajargan xodimlarga sertifikatlar tantanali ravishda topshirildi. O'quv kurslarining asosiy maqsadi aynan mana shu kasbga oid bo'lgan huquqni muhofaza qiluvchi organlar va sud xodimlari qiynoqqa qarshi konvensiyani uzun mazmunini va unda qo'yilgan xalqaro standartlarni bilib, o'zini kasbiy faoliyatda bevosita qo'llash bilan bog'liq bo'lgan masalalarni atroflicha ko'rib chiqdi. O'quv kurslarida akademik Akmal Xolmatovich Saidov ishtirok etdi va uni o'zini ma'ruzasi va bizni aynan xodimlar Ichki ishlar vazirligi akademiyasi, Ichki ishlar vazirligi malaka oshirish instituti va huquqni muhofaza qilish akademiyasi xodimlari bevosita qatnashib, ular aynan mana shu bizni xodimlarimizga qiynoqqa qarshi konvensiya bilan bog'liq bo'lgan masalalarni yoritib va ularni keyingi o'zini kasbiy faoliyatda bevosita qo'llash bilan bog'liq bo'lgan masalalarni ko'rib chiqdi. Va men o'ylaymanki, mana shu kurslarni bitirgan xodimlar keyinchalik o'zini mana shu olingan bilimlarini bevosita o'zini xodimlari orasida o'rtoqlashib va o'zlari o'quv kurslarini amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Men o'ylaymanki, mana shu kurslar davom ettirib va hozirgi kundagi eng dolzarb qiynoqqa solmaslik bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal qilishga qaratilgan. Bu kabi tadbirlar qonun posbonlariga kasbiy mas'uliyatini oshirish bilan birga el-yurt tinchligi va fuqarolar osoyishtaligini ta'minlashdek sharafli vazifani sadoqat bilan bajarishda katta turtki bo'ladi.